Iffatning 37 qismi uchun kutish ortib bormoqda. 18 noyabr 2025 yil soat 20:00 da Mening yurtim kanalida namoyish etiladigan ushbu qism Kamron va Shirin taqdiridagi eng keskin burilishlardan birini ko'rsatadi. Or, sadoqat va muhabbat sinovlari ularni yana bir bor boshi berk ko'chalarga olib kiradi, lekin aynan shunday vaziyatlarda ularning kuchi yanada yorqin namoyon bo'ladi. Serialning o'ziga xos jilosi, his-tuyg'ularning nafis ko'rinishi, qahramonlarning tabiiy munosabatlari va voqealarning bosqichma-bosqich chuqurlashib borishida. Ushbu qismda Shirin qat'iyligi bilan ajralib turadi, Kamronning ichki kurashi esa voqealarga yanada dramatik ruh bag'ishlaydi. Menga aynan shu uyg'unlik yoqadi. Qahramonlar mukammal emas, lekin aynan shu kamchiliklar ularni haqiqiy qiladi. Kelayotgan sinovlar ularning muhabbatini sinab ko'rishi aniq, biroq haqiqiy hislar har qanday mashaqqatga bardosh bera olishi bilan qudratli. Tomoshabin yana bir bor shuni ko'radi: kimki chin dildan sevsa, u boshi og'ir yo'llardan ham yorug'lik tomon yura oladi.